Kelin, mendan berkitib nima yeyapsiz? Voyda! Kelinimni boshiga pichoq tiqib Yo'qmi qilmang oyijon, bu haqiqiy emas. Kelinning fokusni go'shga tayinlamatdi. Ko'cha supurishim kerak. Ertaga sirkim bor. Mayli ochiladi. Zebo kim senga lapatga tiqib ketdi? Xotiram, bu yasalgan. Серьезно? Da mana qarang, mana qarang. Kelinni kashligim necha pul bor ekan ko'raychi. Kelin turing bitta fokus ko'rsating. Oyijon, yarim kechasi nima kerak sizga? Menga emas, mahalladagilarga. Sizni fokuslaringizga toksikoz bo'lib qoldim-da. Mendan berkitib chips yeyaptimi? Voy! Ikkinchi birovni chipsiga tegmayman. Qarang, ichida hech narsa yo'q, lekin bundoq qilaman, ichidan quyon chiqib keladi. Qanaqa qilasan buni? Quyonga buni 6 yil o'rgatganman. 6 yil. Boshingiz qazg'oq bo'lib ketibdi. Ha, qazg'og'imni fokus qilib yo'qota olmaysan. Reserve bor-ku. Ha, bu haligi ko'zli shampuni. Imini ko'kini siz ishlatsangiz bosh teringizni davolab, qazg'og'ingiz ketishiga yordam beradi. Yashili bo'lsa yog'li sochli uchun, qizili bo'lsa chustительный sochli uchun. Ayniqsa bulardan keyin konditsioner ishlatish kerak. Boshi konsert tagida tursa shamollaydi odam. Men bu konditsioner aytmayman. Hech bunaqa go'sht yemovdim. Vashti shirin ekan. Nimani go'shti, ama? Quyon go'shti. Kelin ishlabmasdan quyon topib oldim, qochib ketmasin deb shartni so'yib qovurib oldi. Necha yil o'rgatding quyonni Zebo? 6 yil. Ha, 6 yil umring ha.